Leksiyalarımızı davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Endiki mavzumundaq bugünkü islaha 2021 yıl 6. ayının 25. günü. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden alma gazeti to'xtatilganligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Mavzuli xabar 6. ayning 24. günü Amerika ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 6. ayning 24. günü payshanba nashr qiling'ili 26 yil bo'lgan demokratiyani qo'llaydigan Alma gazeti, ya'ni Shanghai Hong Kong Alma gazeti, Jungo Kompartiyasi va Hong Kong ma'muriy hukumati tomonidan Hong Kong bexatarlik qonuni bo'yicha, ya'ni atalmış qonun bo'yicha nashrdan to'xtatilganligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Bayonotning to'liq teksti tuvandikcha. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Hong Kong Alma gazeti to'g'risidagi bayonot Hong Kong va butun dunyo matbuot erkinligi uchun aytganda bu kun bir qayg'uli kundir. Beijing hukumatining bostirishini jiddiylashtirishi musha darajaga yetdi. Oxiri Alma gazeti Hong Kongga kerak bo'lgan mustaqil axborot istehkomi azar nashrdan to'xtadi. Qo'lg'alash, tahdid silish orqali hamda so'z matbuot erkinligini jazolaydigan davlat bexatarlik qonuni mecburi yo'lga qo'yish orqali Beijing huquqini ishga solib mustaqil matbuot va g'ayri fikrni bostirdi. Mustaqil matbuotlar tetik va jonliq gullangan jamiyatda qimmatli rol o'ynaydi. Muxbir haqiqatni tarqatquchidir. Muxbirlar rahbarlarning mas'uliyatini sirishti qiladi. Uçur xabarlarning erken tarqalishini davomlashtirib, Hong Kongda joylarda demokratiya tahdidga uchragan dunyoning har qaysi joylarida har qanday vaqt texmi shunday qilish kerak bo'ldi. Beijing mustaqil matbuotlar qo'llangan harakatini to'xtatish kerak. Qo'lga olingan muxbirlarni va matbuot xodimlarini qo'yib berishi kerak. Axborotchilik bu jinoyat emas. Hong Kong xalqi matbuot erkinligidan bahramand bo'lib kelgan. Aksicha Beijing negizlik erkinlikni tartib oldi. Hamda Hong Kong avtonomiyasiga, demokratiya funksiyasi tartiblariga hujum qildi. Bu ishlar uning xalqaro majburiyatlariga to'g'ri kelmaydi. Amerika Hong Kong xalqi va barliq erkinlik uchun o'rnidan dast turgan kishilarni tavranmay qo'llaydi.